Dasturlashda 3 yil oldin qanday stek ishlatganim bilan bugungi kunda qanaqa stek ishlatayotganimni solishtirib ko'ramiz. Oldinlari Django, React, Nginx ishlatilgan. Serverga onlayn deploy qilishda Linuxda terminalda kod yozib deploy qilingan. 3 yil davomida ko'p yangi narsalar o'rgandim. Bugungi kunda Django, Next.js, Tailscale, Caprover, N10 instrumentlaridan foydalanyapman. Dastur yozishda Google'ning AntiGravity dasturidan foydalanib, vibe coding qilib kod yozilyapti. Django o'zgargani yo'q. Djangoning qulayligi o'zining admin paneli bor, Pythonda yozilgan, ham bu men uchun juda qulay. Frontend uchun React'dan Next.js'ga o'tildi. Next.js SEO uchun qulayroq, ham tezroq ishlaydi. Tailscale serverlar o'rtasida ma'lumot almashishda yordam beradi. Ham boshqa kompyuterlarga static IP'siz remote kirishga yordam beradi. Caprover boshqa hamma stekdagi instrumentlar kabi tekin hamda Nginx va SSLni sozlashda juda qulay. N10ning lokal versiyasini ishlataman. Olama modellarining lokal versiyasini ishlataman. Ular bilan biznes protsesslarni xohlagancha yurgizish mumkin. Fikrimcha, yangi chiqqan OpenCloud'dan ko'ra aniqroq ishlaydi. Ushbu instrumentlardan foydalanib moliyaviy maslahatlar beradigan va treyderlar uchun signal almashadigan Fincon.uz veb-saytini hamda ipotekaga sotiladigan uylar to'g'risidagi ipoteka.uz veb programmasini yaratdim. Sizga ham shunaqa veb dastur yaratish kerak bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqishingiz mumkin.